Uyingizda faqat to'g'ri go'sht bilan azroq yang yuvib bo'lsa, manandek tam tilingizda qag'idek dumdum kebab qig'il bo'ldi desam ishlamsizlar do'stlar. Voy bu to'g'ri go'shtimi dumdum kebab qig'il bo'lamdi deb so'rashinglar mumkin. Albatta bo'ldi. Bo'lgandim ajoyib yeyishlik bo'ldi. Qaranglar shaklim shunchalik o'zgacha ko'rkam chiqqandan sir ta'mimi intayin yeyishlik bo'ldi. Go'sht bilan yang yuvning orasiga dori darmaklar singishib pishib ajoyib yeyishlik bo'lib ketdi. Ammo buni qanday tayyor qilamiz-ki? Oxirigacha ko'rib birlikda ginamdik. Oldi bilan to'g'ri go'shtning o'zimiz yaxshi ko'rib yeygan yerda muvaffaq tayyorlab olamiz. Undan boshqa muvaffaq miqdorda yang yov tayyorlab olamiz. Dori darmaklardan muvaffaq tuz, so'qmagan zira, so'qqan zira, nechtal kebab uchun azroq qarmush, uvoqlaza. Agar bu qasmanandek mideshangdan azroq qo'shib yorsanglar, texim yeyishlik bo'ldi. Arqadan qozon nisb muvaffaq moy qo'yib olamiz. Bugun men ishlatganim Al-Nuri va Laborat markasidagi yuqori temperaturada qizitib qo'rishga mos keladigan tunji siqim zaytun mayi. Moy qizigandan keyin go'shtni qozonga silib, qizartib, sarg'aytib pishirib bir elib olamiz. Asli yang yovni beshida salatdiq. Men nimani xiyol qilib qoldimki, miyada oldi bilan go'shtni savitib qopdim do'stlar. Agar sizlar uyda qilib qolsanglar, menga o'xshash xatolashmay oldi bilan yang yovni qizartib olgandan keyin, undan keyin go'shtni silib qizartinglar jumi do'stlar. Go'sht bilan yang yovni moydan o'tkazgan vaqtda pishirib olish shart emas, mushunda qizartib elib olsaqlar bo'ldi. Undan keyin qozondagi ortiqcha maylarni elib etib, yarim piyola atrofida moy qoldirib, tegiga ko'rsatilgandek yang yov bilan go'shtni tizib selib olamiz. Undan keyin tayyor qilib olgan dori darmaklarni bir qur aralashtirib etib, bir qavat sepib olamiz. Uning ustiga yana bir qavat go'sht bilan yang yovni tizib selib olgandan keyin, buning ustiga dori darmakni tek sepib etgandan keyin, bir piyolada qaynoq suvni qo'yib, tuvan o'tga tangshab 40 minut atrofida dumlab pishirish uchun qo'yib qo'yamiz. Cho'qim tuvan o'tda dumlaymiz. Zaytun mayni Al-Nuri va Laboratning har qaysi joylardagi maxsus setish do'konlaridan setib olasizlar, do'stlar. Vaqt to'shib dumdum kebab pishgandan keyin o'zimiz yaxshi ko'rgan chiroyli taqsilarimizga chiroyli shakl chiqarib dasturxon qo'ysaqlam tayyor bo'ldi. Bugun